Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun yana bitta Labzi ko'chasida detailing servis sentri ochilyapti. Bu yerga biz ikki xil mahsulotdan berdik. Mana bittasi grazashikli detailing kovriklar. Plastmassali ko'rishingiz mumkin. 40 ga 40 yacheykali sariqdan olishdi, qora rangidan olishdi. Mana obyekti videoni berishini qanaqaligini akkuratni cho'tki bo'lib turibdi. Keyin mana moyka sentridamiz. Mana moyka sentriga bo'lsa усиленный карбоновый natok olishdi. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, mana заводской Visline modeli 14 ga 14 lisi усиленный карбоновый reshetka qanaqa turibdi? И mana bu yerda oddiy qo'l bola messi sexlarda qilingan reshetka qanaqa turibdi? Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda podyum bu suv вряд ли tushadi. Ammo biz akkurat deymiz. Rosa cho'tki ko'rinishda turibdi. Mana sizlarga ham ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, detailing servisdagi modulli kovriklar. Bo'ldi, buni ustida hamma joyda mashina yurishga mo'ljallangan. Bu yerda ikki xil rang olindi. Sariq olindi va qora olindi. Ya'ni shu ikkalasidan kombinatsiya qilib ko'rildi. Mana hamma joy akkuratni stilli bo'lib turibdi. Mana buni ustidan bemalol xohlagan rusumdagi mashina kirib chiqsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda qanaqadan ko'rayotgan eshikdan mashina kiradi. Bu yerda moyka, bu yerga servis.